gipki kamen muxlislari, bu nima deganlarga bu gipki kamen bo'ladi. Bu moy tish bo'ladi. Agarda kimdir devoringizga bunday qilib moy sochib ketsa, bu tashli narsa emas, yuvsa ketadi. Yuving. Kimgadir shunday gipki kamen xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum gipki kamen muxlislari. Qo'limda turgan narsa nima deganga, bu qo'limda turgan narsa gipki kamen bo'ladi. Bu gipki kamen mahsulotimizni Namangan viloyati Chust tumani Qiziltepa qishlog'idagi obyektga qilib berdik. Bu aka uy egasi bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Bizimiz aka, taassurotlar qanday? Chiroyli chiqdimi? Ma'qulmi aka? Tavsiya qilasizmi axir aka? Ichkarilarga ko'rsatsam bo'ladimi? Bo'ldi aka. Bismillahirrohmanirrohim. Bu darvozaxona ekan. Darvozaxonamiz. Ustalarimiz bitqazib chiqarib ketishdi hozir. Bu hovli qismimiz.